Ha? Yo'q, olaman, men rasmga olyapman. Ne olaram? Men ushab tur. Bo'pti, baqirdi. Voy, ana qochib ketadi desa. Sekin og'zi bilan, sekin. Mana men boryapman sizni. Endi olayman, o'zimni ham olay. Sazan-u? Sazan. Qizil olib kelgan, chekka ham olib kelgan. Nima yo'q? Machuqa. Qarang. Hali yelisizga Zimiqda. hali yasaganingizga yemaymizganmi? Yo'ganida hali. Sizlar Mashitda qochgan. Qachon qochdi? Ha, to'xta. Men olib qo'ying, men ushlab turaman. Kes olaveramiz. Nimani Ha, kesasiz? rasmga. Yo'q, men ilmoq olib ketdim. Ilmoqni chiqardim uni. Rasmga olay. Yaqin qilib olay. Men ko'rinsin-da kattaligi. Yo'q, yaqin qilib olib, katta oboradi bu. Ha, kattami, kichikmi? Mana, chitirib chiqdi. Sazanchimi? Sazan. Ha, soling. Siz o'zingiz tushmaysizmi, malika? Tushdimi? Yo'q, qo'lda, mana bo'ldi ekan. Ko'ryapsiz. Hozir bir ikkida ketamiz deyapti, sherik. Ha. Bo'pti dedim. Ha, bo'pti. Endi ko'ramiz qachon chiqadi. Yo'q, endi. Bunaqada. Bu undog'ningi boshqa edi. Undan ham totdim bir marta. Kattaroq oppoq edi, boshqacha edi. Hoji aka, mana menga joylashdik. Ko'ryapsiz. 1 kilo, 1,5 kilo barsiz baliqlar. Qo'rib yo'rasiz, hoji aka, mana. Baliq tashlab qo'yganmiz. Ha, qanaqa ekan. Hoji aka, ko'ring mana. Kilo 80 ming qo'rib degan odam yo'q mana. Qarang hoji aka, 1,5-2 kilolik. Mana Asakadan keldik, 468 kilometr. Ardalko'lga keldik, ov qizg'in ketyapti. To'xtamay baliq chiqyapti. Endi biz sizlarga baliqlar ko'rsatib qo'yaman. Xudo xolasa mana Ardorsoyda biz ovimiz barordan kelyapti. Allohga shukr. Mana tutgan baliqlarni salpar reklama qilib qo'yaman. Mana ko'rdinglar-a? Xudo xolasa qo'g'iramiz kelaverasizlar. Hamma yo'q bizda. Yo'q, bitta videoga tushdim. Tamamda Xudo xolasa kechasi bilan tutdik, endi saharda Xudo xolasa mana chiqib turibdi. Muncha kechasi bilan tutdik. Tutgan baliqlarimiz mana. Ko'rsatib tortmayman. Bor 1 kilolik, 1,5 kilolik, 2 kiloliklar bor mana. Bu yoqqa mana ketaveradi. Ertamanda yaxshi chiqyapti mana. Mana Aydarko'lda tong'apti. Allohga shukr, hamd sanolar bo'lsin. Ertamanga yaqin jindi dam olib oldik. Go'zal yovvoyi tabiat. Mana tamamda ozgina baliq tutamiz, yo'lga chiqamiz xudo xolasa. Mana qalmoqlar solib qo'yganmiz. Baliq ko'rsataman. Андрей, смотри, у нас какие рыбы бывают. Yaqinroq ko'rsating. Mana bochkalar ham siyo. Bo'l tashladingmi? Bo'ldi. Hozir mayaladi. Qalmoq tashib yubordiz-ku? Bo'ldi, rost. Ha, olyaptimi? Ha, olyapti. Yana bitta uzeri, yana bosh. Mana ko'ryapsizlar, bepoyon
joylar. Haydar ko'lda 5-chi protok deydi ekan. Koreyskiy karyera deydi ekan. Shu joyda baliq tutyapmiz mana. Ko'ryapsizlar mana. Faqat 1,5 kilo, 2 kilolik mayda baliq yo'q. Pishirgani odam yo'q baliqda. Ketdi balaga. Mana Haydar ko'lda o'zirasida turibmiz. Ana Alisherga qanaqa baliq ilindi ana. Ana. Chiqaryapti. Ha? Ha, yelga ana chiqdi. Ana. Ya qulluq olsun. Rahmat sizlarga ham bo'lsin. Ya otasiga valli. Hozir endi Mana joylarni qaranglar o'rtoqlar. sekin yurgizing. Ha, mana joylarni qarang. Bunaqa joyda qayerdan topasizlar? Alisher. Rahmat. Mana baliq endi irg'iyapti, kichikroq. Qani o'zi? Malaka ham o'tib ketyapti. Baliq o'zi chiqdi mana. Ha bo'ldi.